Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Bugun sanamiz 2025-yil 25-oktyabr. Sanasi turibmiz. O'zimizning 308 sotiklik issiqxonamizga ekilgan qulupnaylarning holati. Mana shu holatda. Yuqori qismi bu. Endi buni pastki qismi bor mana. Pastlarda ham juda ham chiroyli shakllangan. Bular ekilganiga 1 oy bo'lyapti, 29-kuni bu tomonda. Umumiy 3 ta stelaj, 3 ta bo'lma, 1, 2, 3-arka bo'lsa, har bir arkani tagi alohida, chunki uzunasiga tushmagan, quyosh hisobiga qilingan va shamol hisobi qilingan. Hop, birinchi, ikkinchi arka bu tomonda, birinchi va ikkinchi arkamiz 26 sentyabr kuni ekilgan. Bunisi 27 sentyabr kuni ekilgan. Mana bu holat mana. G'uncha, 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 deyarli 60% dan oshiq qismi g'unchada va qaynovda. Mana bu o'tdan chiqib ketdi. Chunki bular ishlatilgan kokoslar. Hamildorga bir ishlatiladi. Undan keyin ishlatiladi. 60-70% g'unchada. Mana. Va bularning g'unchalari ekilgan kundan boshlab olingan. 1 oy davomida g'unchalar olib turildi. Hop, bu holat kelishi, mana shu holatda tiniq bo'lib turishi. G'unchalar mana o'zi kichkinagina, g'uncha normalniy. Noyabr oyidan to'liq gullari qo'yiladi. To'lig'icha qo'yib qo'yiladi. Bu holatga kelguncha albatta A bochka, B bochka berib boriladi. A bochka, B bochka berib borgandan tashqari umumiy ozuqalardan tashqari yana beriladigan qo'shimcha ozuqa bor. Bu qo'shimcha ozuqani o'zi ko'pchilik bilmaydi hali. Bilsa ham e'tibor qilmaydi. Hop, bu qaysi ozuqa? Bu ozuqamiz Leonardit degan ozuqa. Bu yerda mana g'unchalari. Mana. Ular o'tkazib bulardan olingan mana. Mana yana g'unchalar. Leonardit 85% gumik va fulviz kislotalar. Hozir uni ham ko'rsatib boramiz. Iloji boricha videoni uzmaymiz. Video tabiiy chiqish kerak. Aynan mana shu ozuqa. Gumik va fulvik kislotalar tarkibi. Bu alohida reklama emas. O'zim foydalandim va foydalanib kelmoqdaman. Natijasi zo'r. Natijasiga gap bo'lish mumkin emas. Mana shu organik ozuqa bizga Ekorotdan, Routerdan ko'ra arzon tushadi va effekti yaxshi. Qaysi ozuqalar? Hop, bu yerda bor.
Ekorot bor. Yana qaysi biri? Hop. Agrarot bor. Bular eng arzonlari. Agrarot eng arzoni, Ekorot undan savqlantirog'i. Dash davom etaveradi. 500 ming, 600 minggacha ketadi. Bular litr yoki kilosi. Men o'zim sinaganman. Mana shu Leonardis preparati. Bu ildiz o'tiruvchi ildiz dorilar bular. Ildiz dorilardan 250 ming so'mgacha bo'lganlarini ishlatdik. Ulardan ko'ra effekt yaxshi. Yaxshi effekt beryapti. O'zimdan yaxshi effekt berganligi uchun boshqa dehqonlarga ham tavsiya qilib video qilib chiqarmoqchiman. Video chiqaryapman. Ya'ni natijasini ko'rganligim uchunman. Natijasi o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Barglari toza, bironta nuqsoni yo'q. Hop, buni berish tartibi xudo xolasa keyingi videolarda chiqib boriladi. Iloji boricha topinglar. Bu Leonardis preparatini. Arzon, qimmat emas. Natijalar. Bu ekilganiga hali bir oy bo'lgani yo'q. 29-28 kunlari bugun ekilganiga. 30 kun ham bo'lgani yo'q. Mana shu holat. Albatta topinglar, foydalaninglar. Buni foydalanish tartibi keyingi videoda xudo xolasa chiqarib boramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar.